Biz köpünç sorularımızda veya ki bizge nasihat kılgıcı çoğunlarımız taraftan Müslüman degan itaatmen buluş gerek degandek vaz nasihatlarını köp anlaymiz. Undaqda itaat qilish degan nima? Itaat kimga va qandoq bo'lish kerak? Buni biz Qur'oni Karimdan va Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan anglab boqaylik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Biz yuqorida anglab o'tgan oyat karimda Qur'oni Karim bizga itoat haqida Allohga va uning payg'ambariga va musulmonlarning ishlariga vakil qilib saylangan amirlarga itoat qilishga buyurilganligini xabar berdi. Xo'sh, undaqda Allohga itoat qilish qandoq bo'ladi? Bu haqda mufassir ulamolar yuqorqi oyat karimini tafsirlab mundaq deydi. Allohga itoat qilish deganimiz Alloh taolaning borligi va birligiga bo'lgan e'tiqodda rostchil va ixlosmand bo'lish. Uni chin qalbdan suyish, bütün kamali sübetleri bilen sübetleş, onu her qandaq nuqsandan paklab bilish, onun buyurganlarını orunlap, tosqanlardan yeniş arqılıq, onunla itaat qılgan halda o talep qılgandek yaşashdan ibarettir. Peygamberge itaat qilish bolsa, Peygamber aleyhisselamның Allah Taala'nın insanlarga avatgan elchisi ekanligi bo'lgan imonda çın turuş, onun yoluga ergishish, onu bütün hayatlık sahalarida ulgi qilish, onun aile taobatlarini suyish, onun sünnetlerini jariy qildirish, onun ulug' maqomini qo'g'dash, Kafirlarning tuhmatlariga raddiya berib, uning sha'nini mudofaa qilish qatorliqlardir deyishidi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatimning hammasi jannatga kiradi, lekin rad qilganlar bundan mustasno deganda sahobalar: "Ey Rasululloh, kim rad qilsin?" deb so'raydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buningga javoban: "Menga itoat qilgan kishi jannatga kiradi, menga osiylik qilgan kishi jannatga kirishni rad qilgan kishidir" degan. Musulmonlarning ishlariga vakil bo'lib saylangan amirlarga itoat qilish bo'lsa, musulmon yo'lboshchilarning atrofiga uyushish, ularni qo'g'dash, ular to'g'ri yo'lda bo'lgan muddatcha ularga qarshi chiqmaslik, ularga yordam qilish, xatolik bo'lsa tuzatish, nasihat qilish, umumiy musulmonlarning ishlarida ular yordamga chaqirganda ularni yolg'iz tashlab qo'ymaslik. Agar ular haqiqatdan chatnab ketsa, ular o'z xatoligini bilib tuzatib olg'ichidek ularga siliq muomala qilish xatoliklardir. Bu yerde bir hikayeni sözlep ötüşünü doğru gördüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nı yazgan kat şair Mehmet Akif Ersoy adette namazını Sultanahmet Mescidinde okuyduğun bulup, bir günü mescitte 80 yaşlar etrafındaki bir yaşangan bubayının nahayeti öksüp yığılap namaz okuyatkanlığını görüptü ve namazdan keyin o kişi bilen görüşüp, "Tağa, Allah'ın rahmeti şundaq kengirgi, nimede bunca ümitsizlenip kettiniz, nime sizde bunca qattiq yığılat diye dep soraptı. O babay, "Men demey, desem tilim küydü, demisem dilim küydü. Seni hem bir aram kılgım yok, en yaxşısı bu mening içimde kalsın" depti. Mehmet Akif Ersoy babayning nimishqa buncha yig'laydiganligining sirg'i qiziqib, takrar so'rab turib olgandan keyin babay so'zlab mundaq depti. "Men Xalifa Abdulhamid Xonning zamonasida 1000 askarni boshqaradigan mingbashi edim. Ata-onam vafot bo'lib ketgandan keyin bütün ailening ishlari, Dükkan, ticaret ve başka işler benim üstümge düşüp kaldı. Ben şunun bilen Sultan Abdülhamid Xonga ahvalımni bayon qilib, meni ishdan bo'shatib o'tishini so'rab xat yozdim. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin xalifadan "Seni ishdan bo'shatmaymiz" deb xat keldi. Men yana takrar shunday xat yozganimda yana o'xshash javob xatni topshirib oldim. 3-chi qitim o'zim xalifa hazratlari bilan uchrashib, ahvolimni yuzturan bayon qilish uchun xalifa o'tadigan yo'lga kelib saqlab turdim. Xalifa Abdülhamid Xon kelganda uning ma'bisini to'sib, o'zimni tunishtirib, heliqi istipanam yozgan mingbeşining men ekanligimni aytib, meni ishdan bo'shatib o'tishini so'rab turib oldim. Xalifa hazratlarining chiroyida bir xil umitsizlik va harg'inlik chiqib turadi. Chunki ana shu mezgillar islom xilofatining uli tavrab, taraf-tarafdan dushmanlarning suiqasd va hujumlari davom qilayotgan vaqtlar edi. Xalifa Abdülhamid Xon menga uzoq qarab turib ketgandan keyin qo'lini ta'tir qilib, "Tamam, seni ishdan bo'shatdik" dedi va yo'liga ravon bo'lib ketib qoldi.
Shundaq qilib men qaytib kelib tijorat va itizariq ishlarimni davom qilib yurgan kunlarimning birida bir tush ko'rdim. Tushimda shuncha kengayib ketgan bir maydonda Osmaniylar xilofatining mujohidlari sapsa bo'lib turishgan ekan. Va sapning oldida olamlarga rahmat bo'lgan zot payg'ambar alayhisalom turibdi. Xuddi payg'ambar alayhisalom muborak hadisida kimi tushida ko'rsa rost ko'ribdi, chunki shayton mening siyoqimga kirolmaydi deganidek men Rasulullohni nihoyatda aniq ko'rgan edim va payg'ambarimizning yanida Abdulhamidxon turibdi. Payg'ambar alayhisalom oldidagi qator ketgan mujohidlarning saplariga qarayotganida shu saplar orasidagi sapni buzib turgan intizomsiz bir turkum kishilarni ko'rib, "Ey Abdulhamid, qani bu sapning qo'mondoni nimanda qalaymagan qo'shin bu?" dedi. Abdulhamidxon, "Ya Rasululloh, bu sapning bir qo'mondoni bor edi. Ammo takror mendan istifa so'rab, meni ishdan bo'shatsangiz deb turib oldi. Shuning bilan uni ishdan bo'shatdim" degan edi. Payg'ambar alayhisalom, "Ey Abdulhamid, siz bo'shatganni biz ham bo'shatdik" dedi. Men cho'chib uyg'onib ketdim. Ayting, men yig'lamay kim yig'lasin? Musulmonlarning ishlariga vakil qilib saylangan xalifaning menga hojati tushgunida umumiy musulmonlarning manfaatini o'ylamasdan o'zimni o'ylab qoptiman deb yig'lab ketdi. Shundoq ezib ketgan yoki ig'ir mag'lubiyatlarga uchirgan qavmlarning mag'lubiyatining asosi ko'pincha vaqtda payg'ambarlarga yoki ishbeshiliklarga itoat qilmaslikdan kelib chiqqan edi. Musa alayhisolamning qavmining zolim fir'avnga mubtalo bo'lib qolishi shu qavmning payg'ambariga bo'lgan itoatsizligi bilan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom riyosatchilik qilgan Uhud g'azotida qaraydigan bo'lsak, bu g'azotning mag'lubiyat bilan oyoqlashganligining eng chong sabablaridan biri tog' bag'riga o'rlashtirilgan ba'zi jangchilarning payg'ambarimizning mayli kim yangsin, yengilsin, hargiz bu yerdan tushmanglar degan amriga qilgan itoatsizligi tufayli bo'lgan edi. Demak, aziz qarindoshlar, islom va musulmonlarning hojati tushganda, islomiy yetakchilar ummat va millat uchun biror ishga chaqiriq qilganda ijobat qilmaslik, ularni yordamsiz qo'yish, hatto ularning kendidan bo'lmag'ur so'zlarni qilish, buyruqiga bo'ysunmaslik islomning prinsiplaridan biri bo'lgan itoatga zid qilmishdir. Alloh taolaning rahmat va salomlari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, u zotning oila tavobatlariga va sahobalariga bo'lsin.